Siz hali tovuqdan bunaqa mazali ovqat yemagansiz. Ishimizni tovuqni biodrashkasini suyagidan tozalashdan boshlaymiz. Ustiga paket yopib, birro urib olamiz. Boltachangiz bo'lmasa, o'qlovdan foydalaning. Marinovkasiga qatiq, qizil paprika, chesnochniy priprava, tuz, murch. Yaxshilab biodrashkalarimizni aralashtirib 2 soatga marinovkaga olib qo'ydim. Keyingi ishimiz unga 2 yoq tarafidan belab, qizib turgan yog'da birinchi balon olov, keyin past olovda qovurib olamiz. Pergament listga terib olib, Bahadirov sirlari, chesnochniy priprava, aralash sousimiz tayyor. Tovuqlarimizni ustidan qo'yib 220 gradus 25 minut duxovkaga yuboramiz. To'g'risini aytaman, ishtaham hozirdan ochildi. Bilasizlar-yu, yurechani bosib qo'ying, ko'nglim ko'tariladi. To'xtang, hali ham yurechani bosmadingizmi? Yaqiningizga ham videoni yuborib qo'ying. Mazasi gap bo'lishi mumkin. Oling. Eng cho'ziluvchan, nonushta uchun, pitssalar uchun eng zo'r sir Bahadirov sirlarini Sirni lavka do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin. Bahadirov sirlari aynan mening